Hammaga salom do'stlar, men atim Kompot. Yangi yuz kelibsizlar. Bugun juda ham kulgili video bo'ladi. Chunki biz bugun Fixa degan o'rtog'imni masxara qilamiz. Mamnuqa qilib sekro. Mashiqa 1000 barobar, 10,000 barobar, milliard barobar, million barobar kattaroq bo'lib mashaqalab masxara qilamiz Fixa degan o'rtog'imni. Agar bilgan bo'lsanglar, eng yaqin o'rtoqlarimdan hisoblanadi. Shuning uchun masxara qilamiz. Mana hozir uni qishlog'iga keldi, biz ketdi bo'lmasam uni masxara qilishga hozir uyda o'tirgan bo'lish kerak. Ketdim bo'lmasam mana hozir o'shaning qishlog'iga keldim. Mana ko'ryapsizlarmi? Gullar o'syapti-yu, siyoh rangli. Mana o'sha qishlog'i degani o'zi o'stiradi shunaqa bog'da, shunaqa gullarni. Hozir uyda o'tiribdi, voy bo'lmasa mana Fixa hali bilmaydi. Mana buni qara. Kim bu? Ben basmama iltimos, kimsan? Kapot. Salom Fixa, yaxshimisan? Namni kichkina bo'lib qolding. Sen namni katta bo'lib qolding, kapot. Nimasi bu? Qanaqa qilib, basmaga bor iltimos. Bog'larni basmaga, gullarni basmaga iltimos, kapot. Ne bosamen, Fixa, namni kichkina bo'lib qolding. Sen nimaga bunaqasan? Namni kichkinasan, kattaroq bo'lsan ham. Kapot, o'ylashyapsanmi? Sen katta bo'lding, men kichkina emasman, oddiy xajinaman. To'g'ri, sen qanaqa katta bo'lding o'zi? Apchi. Kapot, nima qilsan? Hapshirasan, o'tgan, nima qilding? Bog'larimiz olding-ku. Просто apchirdim. Endi uzr Fixa. Mana senga daraxt sindirgan daraxtim. Nima kapot, nima bu o'yin bu hajmlar bir xil-ku axir. Kapot, sen qanaqa katta bo'lib qolding, o'zi savolimga javob bermayapsan. Mamma bilmadim, mehmon ko'rsam bo'ladimi? Senga просто kompot ichdim. Muddat o'tgan ekan o'sha kompotda. Mana endi oddiy holga qaytib qoldim. Bo'lmasam o'tiramiz gaplashib. Xonim. Uzr, tomingni sindirib qo'ydim endi katta bo'lib, uyinda katta bo'lib qoldim deb. Kapot, sen kichkina qanaqa qilib bo'lding, qanaqa katta bo'lib qolding endi? Aytdim-ku kompot ichib muddat o'tgan katta bo'lib qolmagan. Bilmadim nimaga kichkina bo'lib qoldim, yana katta bo'lib qoldim. Uzr, tomingni sindirib yubordim endi. Kapot, endi bu yomg'ir o'tgan uyda nimaga unaqa qilasan? Endi bu senga bizmaga eshitman dedim. Endi bu daraxt yoniga olib borib iltimos, endi suv quyadi-yu, yomg'ir bo'lgandan keyin suv o'tib ketmasin, daraxtga tushadi suv. Iltimos daraxtni tenga olib borib bu uyga. Bo'pti, hozir bu uyga olaman. Senga yordamlashib yuboraman. Uyga oldim, mana eshikni ol, eshikni kattaligini qaranglar. Mana ol. Nima damchi katta ol eshigini, iltimos daraxtga qo'yib yuborgan shu uyga. Bo'ldi, hozir do'stlar. Mana. Nima qilyapsan endi? Uyga olib ketyapti, deb o'tdi. Kapot. Mana buni qaranglar, bo'lmaydi menga. Fixa nima deyapti? Lavman bilmadim. Kapot, nima qilyapsan? Lavanchaga turmagan nimaga unaqa qilasan? Men uyimni saqlayman. Kapot, uyim ichida iltimos shuncha gullari bor edi, saksani ichida iltimos olib berib yuborgin menga. Bo'ldi, hozir olib beraman. Mana turgan ekan gullaring. Bo'pti, kapot, iltimos olib berib yuborgin, juda ham kerak edi menga. Bo'ldi, senga hozir olib beraman. Mana bo'ldi, olib berdim-u. Uzr, lekin Fixa o'xshamay qoldi. Gullarni ham yonib ketdi. Nima qilasan? Nimaga yondirib yuborasan shuncha yahudi? Nima bu? Bu lavanchalik. Mana senga. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Kapot, men qanaqa qilsam bunaqa gigantskiy bo'lib qolding, iltimos kichkinaga qaytgan, menga o'xshab qaytgan, o'tiramiz keyin, uyimni ham yondirib yubording, qo'shnim uyini. Endi bilmadim, mana qo'lim qisib qoldi просто. Kapot, meni urmagansan, meni uryapsan, bilmayapsanmi o'zi? Yo'q, bilmayman, просто qo'lim qisib qoldi, endi Fixa nima qilsa bo'lar ekan, meni uryapsan, bo'ldi, kapot, iltimos joyida qaytgan, qishlog'iga ketgan bo'ldi. Просто sen mehmon keldim, endi meni haydayapsanmi? Xodimim bo'lsin, kapot. Men bu gullarimni katta qilib bera olasan, iltimos, katta qilib bergin. Men gullarim siyoh rangli, juda ham zo'r bo'lardi. Katta qilib ber deysan. Bo'pti, senga hozir katta qilib beraman shu gullaringni. Juda ham zo'r bo'lardi. Katta qilib bersang, shu men siyoh rang gullarimni. Mana minani qo'yamiz do'stlar, hozir bitta bosib portlab beradi. Mana bo'ldi, senga katta qilib berdim. Voy, davuncha, bo'ldi, voy, davuncha katta qilding, juda ham zo'r. Nima bo'ldi? Nima qilding? Nima qildim, mashina
gullarim. Nima qilyapsan ey kapot? Nima bo'lyapti do'stlar? Men qaraylik yomon kulyapman, lekin zo'r bo'lyapti. Ey, nima qilyapsan? Gulni katta qilib ne portlab ketyapti? Kapot, ana qaytdingsan kichkina hajmga, kichkina emas, endi bandagi hajmga qaytding. Mana shundan yurgan kapot, mana qanaqa shunaqa qildi endi. Endi katta bo'lmaysanmi? Yo'q, men katta bo'lmayman fiksay. Mana bo'ldim. Mana sanga. Ey, nima qilyapsan sen? Atilapda qolsan, kapot, sen atilapda qolsan. Yana bir banda kichkina bo'lgan, yo'qolsam deyapsan. Mana bu to'g'ri ko'tarib ko'r, o'xsharmikan? Mana o'xsharmikan? Hozir fiksay to'xtab turgan. Mana do'stlar, hozir o'zingiz ko'rasizlar. Mana qaranglar to'g'ri. Mana fiksay mana qaragan to'g'ib qoldim endi men. Nima bu kapot? Qanaqa to'g'ib oldi endi? Ajoyibdan qimlamayman, lekin mana qaranglar, gigantik to'g'ib qoldim endi. Mana qaranglar, juda ham zo'r qoldi lekin. Kapot, nima bu? Kapot bo'ldi. Xaslashib urmasdan mana oddiy hajmga qaytgan. Qanaqa hajmga qaytman? Bilmadim. Muddat o'tgan kompot ichib qo'yaman. Ey, sakrama, bug'larimda sakrama iltimos, o'z gullarim ham yo'qording, hamma narsam yo'qording. Sakrama bog'lar. Nima qilyapsan kapot? Nima qilganing bor kapot? Men shunday qilmadim, bilmadim fiksay, qanasan o'zi? Mana san ekansan. Qanasan, ko'rmayapsan. Mana kapot, nimaga qishlog'im yo'qording? Kapot, nimaga qishlog'im yo'qording? Qanaqa men tepaga chiqamanman. Bilmadim, qishlog'ing yo'q, lekin domlab turibdi-yu tepada uylar. Ey kapot, sen qanaqa bo'lyapsan? Sizni qurib ber menga. Menga urma dedim, sizni qurib ber dedim. Bo'ldi, meni urma, meni uryapsan sen. Mana shunaqa sizni qurib bersan zo'r bo'lar, tepaga chiqib qolardim. Bo'ldi, hozir. Menga uryapsan kapot, menga urma faqat. Qo'ling tegib ketyaptimi sani? Meni qo'lim tegib ketyapti, bilmayman menga bunaqa bo'layotganini. Mayli, buni qizni qurib beraman senga hozir. Mana yaxshimi? Yo, sal pastroq, teparoq kapot, teparoq mana mashqa qurgan, yaxshi do'stlar. Yo, bu yoqqa qurib ber kapot, mana shu yoqqa qurib ber. Hozir qurib beraman senga. Mana bu yoqqa qurib beraman. Mana yaxshimi? Kapot, meni uryapsan. Sen ehtiyotli bo'lib chiqsang nima bo'ladi? Qanaqa men tepaga chiqaman, o'xshamayapti-yu, sen tepaga chiqash. Bo'ldi, sen kerak emas, suv orqali chiqib qolaman tepaga. Bo'pti, senga xalaq bermay qo'yaman. Men suv orqali chiqib qolaman. Havo yetmayapti, davay tezroq bo'l. Havo yetmayapti. Davay bo'l. Oppo'ni chiqyapti bu endi. Bo'ldi, o'zing chiqib qolarsan endi. Hozir senga ham narsa beraman. Men bu narsani ishlatib ko'rgan zo'r bo'ladi. Nima bu endi bu qani? Nima ekan? Kapot, sen deng xacha bo'ldim endi. To'xta, sen mana gigantskop qolding endi. Sen ham gigantskop qolding, qanaqadir qilib bilmadim qanaqa qilgansan buni. Narsa berding, o'shanda gigantskop bo'ldim de. Kapot bo'ldi endi. Ikkalamiz gigantskop yuramizmi? To'xta. Men bu narsani ishlatib ko'rgan kelamdi gigantskop deyishdan oldin. Mana men bu narsani ishlatib ko'rgan. Nima bu kapot? Tushunmadim. Nima bu kapot? Qani? Kapot, nima qilganing bu? Kapot, navbatchi gigantskop bo'lib qolding. Navbatchi gigant deysan, navbatchi bitta piksel bo'lib qoldi bu men. Qanisan jiksay o'rtoq, qanisan ko'rmayapsan? Mayli, men ishlatib ko'rgan. Hozir senga beraman. Nimadir bergan? Tushunmayapsan, o'yinib boraman, o'yin qilsam, navbatchi yuraman. O'yinib borasan, men kutib turaman. Bo'ldi, opsan o'san. Hozir to'xta ishlatib ko'ray. Kapot, baribir kattasan u gigantskiy. Xudobichi o'tli bo'ladi. Mana qanday fiksay. Kulyapsanmi sen? Mana masxara qilyapsan kapot. Qaytar mani joyimga, qaytargin kapot. Mana kattaroq bo'lishni qolgan hajm bo'li. Bu qanchalik katta ekan senga? Juda ham katta. Nima qilyapsan kapot? Qatta paydo bo'ldi endi. Mana fiksay. Hozir yoningga tushaman seni. Kapot, sen mani masxara qilyapsan. Butoq olsan mani masxara qilding. Men tushundim hammasini. Kapot, o'zi boshidan bildim sen mani masxara qilayotgan eding kapot. Bildim seni masxara qilayotgan eding. Bo'lsam ketaylik butoq ol. Nimaga bunaqa qilasan kapot? Masxara qilding mani. Yo'q, seni masxara qilganim yo'q. Prosta men shunaqa katta bo'lib qoldim endi. Uzr endi, bo'pti fiksay. Men oddiy hajm bo'lib qolding sen ham. Oddiy bo'ldim, lekin boydan beri, keyindan beri var masxara qilyapsan. Qara
qarab turgansan, nima qasas olaman, kaport qasos qilaman, u alam bo'laman, o'shanda ko'rasan sen yig'lashingni. Ha, bo'pti, fiksay bo'lmasam men ketdim, yaxshi qol. Ana bo'ldi do'stlar, fiksayga ham o'rtog'im ham masxara qilib oldim. Juda ham zo'r video chiqdi lekin xafa bo'lib ketdim. Mayli, lekin shunaqa ham bo'lish kerak edi. Kim masxaraganimda xursand bo'lib yuradi, do'st. Hamma xafa bo'ladi yanda. Bo'pti do'stlar, bo'lmasa video ham oxiriga yetibdi. Agar yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Albatta yoqqan do'stlar, chunki masxara videolar sizlarga juda ham yoqadi. Mana fiksayga o'rtog'im bugun juda ham masxara qildim. Milliard barobar katta bo'lib masxara qildim. U juda ham kichkina bo'lib qoldi. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.